Bizning qishlog'imizda buvim juda og'ir kasallikka uchrab qolgan edi. Uni dorilarini olish uchun oyim Toshkentga ketayotgan edi, chunki u yerda dorilari. Buvim menga tayinlab ketdi. Buvangni qo'llariga yaxshilab qarab tur, bintini almashtirib tur dedi va men bunga rozi bo'ldim. Ertasi kuni oyim ketdi. Men buvamning oldiga kirdim. Oldiga kirganimda buvam faqat tepaga termilib turar edi. Buvamning aytgan gaplari hech qachon esimdan chiqmasdi. Men buvimga bir kun qarab yotardim, bir kun unga ovqatlarini berardim. Lekin meni bintini almashtirish esimdan chiqib qolgandi. Men unga ovqat berardim. Otam esa har kuni kundan kunga toyib borardi, chunki uni bintlarini almashtirish esimdan chiqqan edi. Bir kuni ularning qoni oqib turadigan jomchani almashtirib keldim. Bir kuni ularning qo'li juda ham qattiq og'ridi, lekin men uni his qilmas edim, chunki men uni qanaqa og'riyotganini bilmasdim. Bint kundan kunga achinarli ahvolga keldi. Bir kun xonaga kelib ko'rsam, ularning bintlarini almashtirish kerak edi. Men qattiq qo'rqib ketdim. Bintlari juda jirtkanch holatga kelgan edi. Buvam juda og'ir edi. Men ularni bintlarini almashtirib kelish uchun ko'chaga chiqib ketdim. Nimaga ko'chaga chiqdingiz deysizmi? Chunki men ularga bint olib kelmoqchi edim. Sekin astalik bilan ko'chaga chiqdim. Ularni eshiklarini yopib qo'ydim. Xona qop-qorong'i bo'ldi. Buvam juda og'ir ahvolda qop-qorong'i uyda uxlab qoldi. Men qaytib keldim. Ularni sekin qo'llarini ochib, bintni ochib almashtirmoqchi bo'ldim. Bintni ochganimda esa juda jirtkan, qo'llari dahshatli, juda jirtkan ahvolga kelib qolgan edi. Buvam esa bu og'riqdan arang chidab turgan edi. Men juda qattiq qo'rqib ketdim. Buvam ko'zlarini ochdi va qo'llarini ko'rib o'zlari juda qo'rqib ketdi va men buni qo'rqqanimda tashqariga yugurib chiqib ketdim va xonadan bint olib keldim. Bint bilan ularning qo'llarini asta-sekinlik bilan o'rardim. Lekin buvam o'z qo'llari bilan o'zini bo'g'ayotganini ko'rdim. Juda qattiq qo'rqdim. Hattoki baqirib yubordim. Juda qo'rqinchli edi. Baqirib yubordim. Baqirganim butun xonaga, hattoki o'zimni quloqimni chiylatvordi. Ertasi kuni oyim keldi. Oyim kelganida sekin-astalik bilan oyim uyga kirdi. Oyim uyda shuni ko'rardiki, bobom va men o'zimizni bo'g'ib o'ltirganimizni shunday o'zi ko'rib turardi.